Eliza, aqldan ozay deyapman. Sen qanaqasiga James Jackni qizisan? Qanday hammadan berkitib yurding buni? Sekinroq gapir, atrofdagilar eshitib qoladi hozir. Nima deyapsizlar? Tushunmayapman. James Jackni qizi deysanmi? Jinni bo'lib qoldinglarmi? Xo'y, o'z ko'zim bilan ko'rdim. U dadasi bilan qimmatbaho mashinadan tushib, meni do'konimga kelishdi. U quyib qo'yganday dadasiga o'xsharkan. Nega vaqtliroq aytmading? Sen hali hammani ahmoq qilib yuribsanmi? Yaramas. Qiziq, Mariya kim unda? U shunchaki obro' uchun meni niqobimda yuribdi. Men boyligim uchun emas, shunchaki o'zimni qadrlaydigan do'stim bo'lishini xohlagandim. Faqat bu sirni hech kim bilmasin. Vaqti kelib hamma bilib oladi. Biram tug'ilgan kuningda mazza qildik-ku. Bizni tez-tez uyingga chaqirib tur. Dadam begonalarni uyga kiritmaydi. Lekin sizlarga yo'q deb bo'larmidi? Anu Elizani ko'rdingmi? Biram senga hasad qiladi-ey. Shundoq qarashlardan bilinib turadi ovsarni. Hurmatli o'quvchilar, sizga katta xushxabarim bor. Shanba kuni kollejimizda katta bal bo'lib o'tadi. Balda kollejimizning malikasi aniqlanadi. Balga hamma juft bo'lib borishi talab qilinadi. Bu kollejimizning an'anasi. Go'zal va betakror ko'rinishda bo'lishingiz kerak. Balda bizni qo'llash uchun yaqin insonlarimiz ham qatnashishi mumkinmi? Qo'llash uchunmish. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lsa, nima qilasan? Bemaza yaqinlaringni balga yetaklab kep. Bayram jonu dilim, unda tezroq tayyorlanish kerak. Birinchi navbatda hammani og'zini ochib qo'yadigan bazm libosi olish kerak. Voy, dugonajon, juda ham yarashdi. Senga o'zi yarashmaydigan narsa yo'q. Adashting. Menga faqat shunaqa brend qimmatbaho kiyimlar yarashadi. Buni narxi buncha qimmat bo'lmasa, shuncha boy bo'lib turib bitta ko'ylak olib bersa nima qilarkan? Kimlarni ko'ryapman? Yana o'sha sho'rpeshona qiz va uning telba dugonalari. Sizlarga kim qo'yibdi butikdan kiyinishni? Dugonalarimga til tekkizma. Har qalay ular meni dugonalaringga o'xshab, pulim uchungina atrofimda parvona bo'lishmaydi. Diding chakkimas-ku. Otangni necha oylik ishlab topgan puliga olmoqchisan, qiziq. Nima? O'zing nimadir xarid qildingmi o'zi yoki shunchaki aylanib yuribsanmi? Butun do'konni sotib olishga qurbim yetadi kerak bo'lsa.